kompyuter yoki boshqa texnika jihozlarida ham mana shu noto'g'ri nosoz ishlashligidan, tokni ko'p kelishligi bilan yoki nihoyatda o'zini vaqtidan ko'p ishlatishligi bilan yoki mana kompyuterda e'tibor bergan bo'lsangiz, kompyuterda miyasi ma'lum bir darajadagi anaqani ko'tara oladigan imkoniyati bo'ladi. Mana shu imkoniyatdan tashqari darajada siz kompyuterga yuklama berasiz. Bir vaqt o'zida bir nechta anaqalarni ishlatasiz. Havolalarni, prilojenelarni ishlatasizda, kompyuterni miyasi, protsessori bu narsani ko'tara olmay qoladida, keyin nima bo'ladi? Kompyuter yaxshi ishlamay boshlaydi, qotib qola boshlaydi yoki kompyuter qizib ketadigan bo'lib qoladi. Endi nima uchun organizmda shunday bo'lmasligi kerak? Organizmga ham xuddi shu narsa takrorlanadi. Organizmning nerv tizimi xuddi o'sha elektr uy sistemangiz kabi yoki kompyuterlarni elektr sistemasi kabi zo'riqqan payti, ortiqcha yuklama mushaklarga berilgan, boylamalarga ortiqcha yuklama berilgan payti, jarohatlar bo'lgan payti, noto'g'ri ovqatlangan payti va hokazo sabablari nihoyatda ko'p. Markaziy nerv tizimida qisqa tutashuv bo'ladi. Tushunyapsiz? Retseptorlarni boshqaruvchi neyronlarda qisqa tutashuv bo'ladi. Nerv gangliyalarida qisqa tutashuv bo'ladi. Umurtqa pog'onasida joylashgan nerv yadrolarida qisqa tutashuv bo'ladi va ularning faoliyati buziladi. Natijada markaziy nerv tizimi organizmni to'g'ri boshqara olmay qoladi va og'riq paydo bo'ladi. Bu og'riq organizmni sizga bo'lgan undovi, mani davola, menga yomon bo'layapti deb dod faryodi hisoblanadi. Kompyuterda yoki sizni uyni boshqaruvchi aqlli uy sistemalari borki, hozir mana Alisa uy boshqaruv sistemalari va hokazo. Kompyuterda ham virus tushadi, telefonda ham misol uchun virus tushadi. Virus tushadida sizni telefoningiz yoki o'sha kompyuteringiz noto'g'ri ishlay boshlaydi. Xuddi shunday tanada ham bo'ladi. Yoki boshqa bir infeksiyalar tufayli ko'chadan ovqatlandingiz yoki bir qanaqangidir bir boshqa narsalar iste'mol qildingizda, sizni ichingizga ichak orqali, og'iz orqali yoki qon orqali va hokazo virus yoki bakteriyalar yoki qanaqadir bir hujayrali zamburug'lar va hokazo kirdi. Va bular o'ziga xos o'sha sizni organizmingizni buza boshlaydi. Ya'ni hujayralarni ish faoliyatini buza boshlaydi va bu buzilish sizga og'riqlar bilan kechadi. Demak, nima qilish kerak bunday holatda? Bunday holatda organizmga yordam berish kerak. Organizmni resursini ko'paytirish kerak. Toki sabablar to'g'ri topilib, o'sha hudud, nerv tizimi, retseptorlari va retseptorlarni boshqaruvchi neyronlar va neyronlarni boshqaruvchi o'sha simpatik tugunlar, yadrolar to'g'rilanmaguncha vaziyat o'zgarmaydi. Jiddiy siz xohlagandek sog'likka erisha olmaysiz. Endi savol tug'iladi ko'rib turgan odamning ichida. Xo'p, nima qilish kerak? To'g'rimi? Ana nima qilish kerak? Ayt, bizaga o'rgat deyishingiz mumkin. Birdan hozir 99.9% odamning hayoli ketdi. Hozir qaysidir aptekadagi qanaqadir dori bor, shuni aytish kerak, bu aytmaydi. Yoki qanaqangidir bir o'simlik bor, shuni aytish kerak, bu svoloch aytmaydi, bu baxil qizg'onch aytmaydi deb o'ylab boshlanadi ba'zi birlarda. Misol uchun mana shu negativ paydo bo'ladi. Lekin juda ko'p odamning ichida nima qilish kerak degan savol paydo bo'ladi. Bunga javobim: men kineziolog, osteopatman. Men kineziologiya, osteopatiya uslublari orqali shu holatlarni, sabablarni topaman va o'sha sabablarni bartaraf qilaman. Bo'ldi, javob shu. Agar sizga kineziologiya va men tushuntirayotgan, ko'rsatayotgan kinezio osteopatiya qiziq bo'ladigan bo'lsa,
mani kanalimga kirib videolarimni, maqolalarimni o'qing. YouTube kanalimda zapisi degan joyda maqolalarim turibdi, videolar bo'limida videolar turibdi. Telegram kanalda ham o'tadigan bo'lsangiz, o'sha yerdan ham bemalol maqolalarimni topib, videolarimni ko'rishingiz mumkin.